Assalomu alaykum xolajon. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Shikoyatlaringiz yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Keling, men sizni bitta tekshirib ko'raman. Xo'p. Hech narsa bezovta qilmayaptimi? Yo'q, yaxshiman. Hozir men sizga bir ikkita dori yozib beraman, keyin baquvvatgina bo'lib yurasiz. Ay, yana Sanjon. Doya hamshira chaqirmovmi deylar? Yo'q, hali chaqirmadik. Unda men hozir e'tiboraman, keladilar. Rahmat xola, yaxshi o'tiring. Xo'p, rahmat. Ilgari patronaj xizmati qanday edi? Bir oila, bir muammo. Bugunchi? Bugun tibbiyotda yangi davr. Bir oila to'liq e'tibor. Yaxshimisizlarmi? O'g'lim katta bo'lib qolibsizlar-ku. Yaxshimisizlar? Onaxon yaxshilarmi? Yaxshi, rahmat. Onaxon qanday? Ichkari dedilar, yuring ko'rsatib beraman. Opajon, siz shu yerda turib tursangiz, men onaxonni tekshirib bo'lgandan keyin sizni ham tekshirib qo'yaman. Assalomu alaykum onaxon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisiz? Hech narsa bezovta qilmayaptimi? Rahmat, yaxshi. Hozir men sizni tekshirib ko'raman. Keling, bering. Hammasi joyida. Men hozir sizni tahlil natijalaringizni doktorga jo'natib qo'yaman. Keling, opajon, sizni ham tekshirib qo'yaman. Bering qo'lingizni. Endi sizning oilangiz bizning to'liq nazoratimizda. Tibbiyotda yangi davr. Har bir oila, har bir inson e'tiborda.